Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldin bilan biz diqqatingizga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tanishtiramiz. Diqqatingizda Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati har oyda o'tkazib kelayotgan oylik suhbat uchrashuv yig'inini bu yilning birinchi qatimliq yig'inini ochganligi haqida xabarimiz bo'ldi. Shundaqla Xitoyning internetni ideologiya sohasidagi jang maydoni e'lon qilganligi haqidagi xabarimiz. Shundaqla Microsoft shirkatining Xitoyning josusligini e'lon qilganligi, oshkorlaganligi haqidagi xabarimiz bo'ldi. Shundaqla Shimoliy Koreyaning hidrogen bombasini sinab qilganligi haqidagi xabarimiz va buning orqasidan maydonga kelgan jiddiychiliklar rayonidagi. Shundaqla Saudiya Arabistonining 47 shiani o'limga hukm qilishi bilan İran o'rtasida, Saudiya o'rtasida va shunaqla Xalij davlatlari o'rtasida kelib chiqqan jiddiychiliklar Saudiya Arabiston İran bilan bo'lgan diplomatik munosabatni uzib tashlaganligi haqidagi xabarimiz. Shunaqla bugungi xabarlarimizning ba'zi muhim xabarlarimizda mutaxassislarimiz bilan o'tkazgan maxsus analizlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Ma'rif jamiyatida oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati har oyda o'tkazib kelayotgan oylik suhbat uchrashishining bu oyligi 1-yanvar kuni jamiyat markazida o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati har oyda o'tkazib kelayotgan oylik suhbat va uchrashish yig'ini bu yil 1-yanvar juma kuni kech Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining chapidagi markaziy yig'in zalida o'tkazildi. İstanbulda bu qishdagi tunji qor yog'di. Bir necha kundan buyon yig'ayotgan qalin qor sababidan maktablarda o'qish to'xtatildi. Bir qism idora organlar dam olish qildi. Yo'llar muz tutib, ko'chalarda to'xtatib qo'yilgan avtomobillar qator-qator qor dovillariga o'xshab qoldi. Lekin Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatida har oyda davomlashib kelayotgan oylik uchrashuv va suhbat programmasi bu oydami normal o'tkazildi. Yig'inga havo sovuq va yo'l yurish qiyin bo'lishiga qaramasdan qarindoshlar qizg'inlik bilan qatnashdi. Cemiyetin baş naziri dini ustaz Abdulhakim Xon Maqsumajim Hazreti Ömer radıyallahu anhu davrida bo'lib o'tgan bir voqelikni bayon qilish orqali Allohga taqvodorlik qilish, mas'uliyatchan bo'lish va fursatni ching tutish haqida va'z nasihat qildi. Fattaqilloh fir ra'iyya. Sen qo'l oldida ishlayotgan xilofat doirasidagi kishilar haqida Allohdan qo'rqishing lozim dedi. Ustaz İbrahim Damollamo taqvodorlik qilish, hayotimizni Qur'on va sunnat ruhi bo'yicha isloh qilib turish haqida qisqa tabliq qildi. Ey payg'ambar, sendan ular g'animat to'g'risida so'raydi. Ularga deganki, g'animatlar Allohga xos. Allohning payg'ambari xos. Unda o'zim uchun sizning bu g'animatlar to'g'risida andaq yoki mandaq hukm chiqarishingiz ruxsat yo'q. Pishqadam jamoat arbobi Abdulqodir Yapshan Sharq Turkiston davosining xarakteri haqida ko'z qarashlarini o'tirg'a qo'yib o'tdi. Xitoy Sharqiy Turkistonga besib kirib, tajovuz qilib kirib, men Uyg'ur tilini, Turkiston tilini, Sharqiy Turkiston madaniyatini, urf-odatini qabul qilib yashay. Agar Allohga bu tuproqni so'ydim, buning mol mulkini yemoqchiman. Ammo buning uchun mushonning uchun moslashib yashay degan yer emas. Ma milletni, ma ümmetni, ma vatanni çoğu besmeliş. İşte aldığın şartı ma millet, ma ümmetni, ma insanı bugünkü medeniyet şekilden tamamen yok kılıp, tiliştirip, bunu Xitay kılıp yaştım öyleydi. Ya ki Xitay olursa, ya ki Müslüman, ya ki çoğu insan, ya ki Uygur böyle süptanlar yaşamayız dedi. Söhbət fəaliyyətindən burun haqiqat ziyafəti verildi. Söhbət Qur'on tilavati bilan boshlanib, duo bilan oxirlashdi. Jamiyat bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon qarindoshlarining so'g'uq va yo'l yurish mushaqqatiga qaramay qatnashib berganligiga qayt rahmat etdi. Allohdan ajr rahmat dedi. Söhbatning tafsilotini to'g'rimizning munosabatlik bo'limidan ko'rib olasizlar. Xitoy yangi yilni Uyg'urlarni tutqun qilish bilan boshladi. Xitoy yangi yilning oldi kaynida Sharq Turkistonda bir qator tutqun qilish harakatlarini elib borgan bo'lib, ko'plagan Uyg'urlarni tutqun qilgan. Xitoy Kompartiyasiga qarshi matbuotlarning 1-yanvar xabar qilishicha, Xitoy yangi yilning oldi kaynida nurg'un joylarda atalmish terrorlikqa qarshi manevr va terrorlikqa qarshi tashviqot faoliyatlari elib borgan. Urumchida qattiq mudofaa tadbirlari yo'l qo'ygan bo'lib, Urumchi shahri ittifoq yo'lida qurolli Xitoy soqchilari 4 Uyg'ur yoshni urib yaralandirgan. Ularni qonunsiz to'plashib,
ommaviy ishlarga to'salg'ulik qilgan deb ayblagan. Yana 7 Uyg'urni tutqun qilgan. Qashqarda bo'lsa 16 Uyg'ur diniy nashr buyumlarini saqlagan deb qo'lga olingan. Xabarlarda aytilishicha, Sharq Turkistonda hatto masjidlarga qurolli qismlar va formasi bo'lmagan soqchilar o'rinlashtirilgan. Xabarlarda Xitoyning atalmish terrorlikqa qarshi turish nishonining Uyg'urlar ekanligiga o'rin berilgan. Sharq Turkiston Xitoyning ikkinchi cho'ng tabiiy gaz ishlab chiqarish rayoni bo'ldi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondagi tabiiy gaz boyligiga bo'lgan talon-tarojini shiddat bilan kuchaytirmoqda. Sharq Turkistonda 2015-yil ishlab chiqarilgan tabiiy gaz 30 milliard kub metrdan oshgan. Sharq Turkiston Xitoyning ikkinchi cho'ng tabiiy gaz ishlab chiqarish rayoniga aylangan. Halbuki Sharq Turkistonning asli egalari bo'lgan Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi bu tabiiy gazdan foydalanolmay kelmoqda. Xitoy Xinhua to'rining 6 yanvar xabar qilishicha, 2015-yili Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan tabiiy gaz 30 milliard kub metrdan oshgan. 60 yildan buyongi umumiy ishlab chiqarilgan tabiiy gaz 301 milliard kub metrdan oshgan. 2015-yilda Qaramay neftligi, Tarim neftligi, Turpan Qumul neftligi va Tarim daryosi neftligidan iborat 4 neftlikda ishlab chiqarilgan tabiiy gaz miqdori 2011-yili butkul Xitoyda ishlab chiqarilgan tabiiy gaz umumiy miqdoridan 400 million kub metr ko'p bo'lgan. Yuqorqi sonliq ma'lumotlar Xitoyning Sharq Turkistonning boyliqlariga bo'lgan talon-tarojini shiddat bilan kuchaytirayotganligini ko'rsatdi. Halbuki mutlaq ko'p qismi yezi bozorlarda o'ltiraqlashgan, shaharlarda chatlashtirilayotgan bu tuproqning asli egisi bo'lgan Uyg'urlarning ko'pinchisi tabiiy gaz ishlatilmaydi. Internet ideologiya sohasidagi asosli jang maydoni. Xitoy amaldori internet to'rining ideologiya sohasidagi asosli jang maydoni ekanligini bildirdi. Xitoy yer shari vaqt to'rining 7 yanvar xabar qilishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy aloqa to'ri uchurlari ishxonasining mudiri Lo Fuyong Sharq Turkistonning atalmish bo'lgunchilik, terrorlik va singib kirishga qarshi turishdagi oldingi zab ekanligini aytgan va internet to'rining ideologiya sohasidagi asosli jang maydoni ekanligini ta'kidlagan. U yana Sharq Turkistondagi to'r bexatarligi va uchurlashtirish xizmatining asosli nishonining muqimlikni qo'g'dash ekanligini, buning uchun bir tarafdan maxsus zarb berish harakatini yo'l qo'ysa, yana bir tarafdan atalmish asabiylikni tugutish tashviqoti elib berayotganligini bildirgan. Xitoyning to'r bexatarligi nomida yo'l qo'yayotgan tadbirlari izchil xalqaro tanqidga uchrab kelmoqda. Xitoyning to'r bexatarligi bahonasida so'z, matbuot, uchur aloqa va diniy erkinlikka cheklama qo'yayotganligi hamda terrorlikqa qarshi turish bahonasida Uyg'urlarni bostirayotganligi hammaga ma'lumlik. Bir necha kun burun New York vaqti gazetining muxbiri bir maqolasida Sharq Turkistonning Xitoyning qattiq besimlik siyosatlari sababli g'azabdan qaynayotganligini, Xitoy soqchilarining Uyg'urlarning telefonlarini yig'ib olib, chet el bilan aloqalash yumshoq detallari va diniy mazmunlarni tekshiradiganligini o'tirg'a qo'ygan. Hurmatli televideniye biz bu haqda Sharq Turkiston vaqfining sobiq raisi Amud Ko'kturk apandi bilan suhbat olib boramiz o'zi telefonimizda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli Amud Ko'kturk apandim, oldin ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Bizmi ko'p rahmat aytamiz bu fursat berganlik uchun. Rahmat. Hamda Xitoy 7 yanvar, ya'ni tunugun shu vatanimizdagi Sharq Turkistonda xizmat qilayotgan Xitoy tajovuzchilarining aloqa to'ri uchurlari ishxonasining mudiri Lo Fuyong degan Xitoy shu internet to'ri ideologiya sohasidagi jang maydoni ekanligini e'lon qildi. Tunugun bu ifodani bildirgan bo'ldi. Sharq Turkiston ya'ni vatanimiz bo'lgunchilik, ya'ni terrorlik va singib kirishga qarshi turishga oldingi saf bu internet to'ri uchurlarini qamal qilishimiz bu degandek. Bu masalaga qanday qaraysiz? Şimdi Xitoyninki bu yeni çıkargan to'ri uchur masalasidagi bu sözleri mençe bir yenilik emas. Çünkü Xitoy yıllardan beri telefonlarni bu torlarni qamal qilib kontrol qilyaptilar. Bu 28 iyul yakan ilişki vakasideki hazırgıçı yakanda ve başka yakandaki yerinde internetin yokluğunu sözlemedi kelgenler. Şimdi bu Xitoy'nın ki bunda yeni bunda zoravallık, yeni bu besim ve bastırı siyaseti birbirinin tamamlayan bir tatbikata boylayım ben. Çünkü Xitoy ötken 27 dekabrda bu yeni
terör kanununu çıkardı. Yeni terör kanununu çıkardı. Hoş. Terör kanununun burunlu zaten bu telefonla internet işte bir bulanın gidip kamal kıldı işte bulanın kontrollük ili var. Ama hazır bunu kanunlaştırmadı. Yani bir yürü yapma öldürüp buna bir adamı insanı öldürüp buna onu sotlaydı. Xitayning kızını kıldığını kıpılap akıştın bu kanun çıkırmadı. Yani özü ameliyatını ameli besimde cari kıldırıp boğanın ki kanunu çıkırmadı. Xitayning yeni terör kanunun ki bir demişse. Bir cümlesinde de düşündüm. Hoş. Microsoft şirketi Xitayni oshkorildi. Microsoft şirketi Xitayning muhojiratdagi Uyg'urlarning elektronlik pochta yo'llanmalariga hujum qilganligini oshkorildi. Microsoft şirketi Xitoy hakkerlarining chet ellardagi Uyg'ur va Tibetlarni o'z ichiga olgan minglagan kishining elektronlik pochta yo'llanmalariga hujum qilganligini oshkorildi. Lekin Xitoy tashqi ishlar ministrligi buni rad qildi. Mutaxassislar bo'lsa bu hakkerlarning orqasida Xitoyning qo'llashi borligini ilgari surdi. Reuters agentligining 31 dekabr xabar qilishicha, Microsoft şirketi shirkatdagi mutaxassislarning tahlil qilishi orqali bir necha yil burun Xitoy hakkerlarining bir necha ming Hotmail elektronlik pochta hisoblariga hujum qilganligini, bularning ichida muhojiratdagi Uyg'ur va Tibetlarning hisoblari borligini dalillaganligini oshkorlagan. Microsoft ayni vaqtda ziyonkashlik uchirganlarga uqtirish qilmagan, lekin bundan keyin siyosatini o'zgartirgan. Elektronlik pochta hisobiga bir davlatga vakillik qilgan shaxs yoki guruhlarning hujum qilganligi yoki hisobning nishonga ilinganligi bayqalsa, Microsoft shu kishiga uqtirish qilgan. Microsoft shirkatining ikki xodimining bildirishicha, bir qism hujum voqealari 2009-yil 7-oyda boshlangan bo'lib, Uyg'ur va Tibetlarning surgundagi rahbarlari, Yaponiya va Afrika diplomatiya amaldorlari, shundaqla Xitoydagi kishilik huquq advokatlari hujum nishoni bo'lgan. Bu ish ayni vaqtda shirkatning ichki qismida munozir bo'lib o'tgan. Shirkat ziyonkashlikka uchirg'uvchilarga oshkorlamaslikni qaror qilgan, lekin ularga maxfiy nomerni o'zgartirib etishni uqtirgan. Xodimlarning bildirishicha, ayni vaqtda hakkerlar allaburun ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning kompyuteriga hujum qilib kirib bo'lgan bo'lishi mumkin ekan. Xitoy paycheki bozorlari yana taqaldi. Xitoy paycheki bozori bir hafta ichida 2 qatim taqalgan bo'lib, 7-yanvar kuni ochilib, yarim soatdan keyin yana taqalgan. Xitoy paycheki bozorlarida bugun 7-yanvar payshanba kuni shiddatli tovanlash ko'rildi. Bozor ochilib, yarim soat ichida 7% dan ko'p tovanladi. Xitoy aksiya nazoratchilik hay'ati mudohala qilib, buyruq tushirib, shu kunlik savdoni to'xtatib o'tdi. Bu Xitoy paycheki bozorining bu hafta ichida 2-chi qatim taqalishi hisoblandi. Payshanba kuni Shanxay aksiya bozorida ko'rsatkich 7.3% tushgan. Shenzhen aksiya bozorida ko'rsatkich 8.3% tushgan. Paycheki bozori ochilib, yarim soatdan keyin taqalgan. Butun kunlik savdo aran 14 minut davomlashgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy pulining Amerika dollariga almashtirish nisbati tuvallab, 2010-yili 9-oydan buyongi eng tuvan nuqtaga tushib qolgan. Washington Post gazetining ko'rsatishicha, Xitoy pulining davomli qimmati tushishi mablag' solg'uvchilarning andishisini keltirib chiqargan. Bu Xitoy iqtisodining muqimligini buzg'unchilikka uchirdi degan. Yana kelib butkul rayonda pul qimmati tushirish raqobati kelib chiqishi mumkin ekan. Shimoliy Koreyaning bombasi butun dunyoni zilzilaga soldi. Shimoliy Koreyaning 6-yanvar chorshanba kuni muvaffaqiyatli holda hidrogen bombasi siniqi elib borganligini e'lon qilishi butun dunyoni zilzilaga soldi. Shimoliy Koreya 6-yanvar chorshanba kuni muvaffaqiyatli holda hidrogen bombasi siniqi elib borganligini e'lon qildi. Bu bomba siniqining ta'siri Xitoyning Shimoliy Koreya bilan chegirdosh bo'lgan rayonlarda bevosita tavrash tizimi hosil qilgandan boshqa yana atrofdagi Janubiy Koreya, Yaponiyadan halqib, Amerika va Yevropa davlatlarini mo zilzilaga soldi. Xitoy, Rossiya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Amerika, Angliya, Fransiya qatorliq davlatlar va Yevropa ittifoqi Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti bu ishga birinchi bo'lib inkas qaytirdi. Shimoliy Koreyaning 60 yildan buyongi qadinas do'sti bo'lgan Xitoymo kuchlik ayiblaydiganligini bildirdi. Shimoliy Koreya o'zining buninglik bilan hidrogen bombasiga ega yadro cho'ng davlatiga aylanganligini bildirdi. Bu Shimoliy Koreyaning 4-qatim yadro siniqi elib berishi hisoblanadi ekan. Shimoliy Koreya yana yadro siniqining egilik huquqliq davlatining o'zini mudofaa qilishdagi huquqi ekanligini, agar sirtqi dushman kuchlar Shimoliy Koreyaga hujum qilmasa,
Shimoliy Koreyaning yadro qurolini ishlatmaydiganligini, har qanday ahvol ostida o'z texnikasini o'tinib bermaydiganligini e'lon qildi. Shimoliy Koreyaning uchuri e'lon qilinib, uzun o'tmayla Janubiy Koreya va Yaponiya jiddiy davlat bexatarlik yig'ini chaqirdi. Janubiy Koreya prezidenti Park Geun-hye davlat xavfsizlik komitetining jiddiy yig'inida Shimoliy Koreyaning hidrogen bombasi siniqini zo'r ig'vogarchilik deb atadi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Shimoliy Koreyaning yadro siniqining Yaponiyaning bexatarligiga ig'ir tahdid solganligini, Yaponiyaning Shimoliy Koreyaning yadro siniqiga hargiz chidab turolmaydiganligini ta'kidladi. U yana Shimoliy Koreyaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining qaroriga xiloflik qilganligini bildirdi. Xitoy yer tavlashni o'lchash to'ri shu yer vaqti soat 9:30 o'tganda Shimoliy Koreyada 4.9 bal yer tavlaganligini, tavlash markazining cho'nqurligining 0 kilometr ekanligini e'lon qildi. Amaliyotda bu yer dal Shimoliy Koreya bomba siniqi elib borgan joy edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Shimoliy Koreyaning yadro siniqining ta'sirini tekshirayotganligini bildirdi. Hamda Xitoyning Shimoliy Koreyaning yadro siniqi elib borganligiga qat'iy qarshi ekanligini ta'kidladi. Atlas jurnalining yangi soni Urumchiga bag'ishlandi. Turkiyadan nashr qilingan Atlas jurnalining 2016-yil 1-oylik sonida Urumchi cheklamalar bilan to'lgan shahar temasida tunishtirildi. Turkiyada nashr qilingan Atlas jurnalining 2016-yil 1-oylik sonida Urumchi cheklamalar bilan to'lgan shahar temasida tunishtirildi. Turkiyaning Milliyat to'rida berilgan tunishtirishda mundaq deyilgan: Uyg'ur musulmonlarining markazi hisoblangan Urumchi Turkiya jamoat fikridimi zo'r qiziqish qo'zg'agan va lekin cheklamalar sababidan yetarlik darajada tunilmagan bir shahar. Atlas Urumchidagi Uyg'urlarning vaziyati Xitoyning millatchi nupus siyosati rahimsiz zamonaviylashtirishning ta'sirlarini yo'ritib bergan. Nikola Zolin ismli kishi tomonidan yozilgan cheklamalar bilan to'lgan shahar nomli qisqa asarda Xitoyning qatma-qat cheklamalari ostida vahima ko'langi tashlab turayotgan Xitoyning nupus yutgan siyosiy natijasida Uyg'urlar osonlik holga kelib qolgan. Xitoy elib berayotgan va planlayotgan qurilishlari bu shahardan o'tsimi, lekin Xitoy ishg'oli ostida ezilayotgan Uyg'urlar buning hech qanday foydasini ko'rolmayotgan bir manzara obrazliq til va misollar bilan bayon qilingan. Asarda yana Uyg'urlarning umumiy bir tarixiy qisqa ixcham bir abzas bilan bayon qilingan. Qadimki Uyg'ur xalqi 1759-yildan buyon Xitoy istilosining boshlanishi, 1864-yildan 1867-yilgacha bo'lgan mustaqillik davri, 1933-yili va 1944-yili qurilgan ikki jumhuriyat, 1949-yildan buyongi kommunist ishg'oliyati, Uyg'ur xalqining bu ishg'olni qabul qilmaganligi va shuningdan buyon Uyg'urlarning osoyishtligi buzilganligi tilga ilinib o'tilgan. Uyg'urlarning do'sti Ömer Faruk bosh maslahatchi bo'ldi. Sharq Turkiston masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan Uyg'urlarning do'sti Ömer Faruk Qo'rqmas va Mustafa Shan apandilar Turkiya Cumhuriyeti bosh ministerining bosh maslahatchilari bo'lib tayinlandi. Sharq Turkiston masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan Uyg'urlarning do'sti Ömer Faruk Qo'rqmas apandi Turkiya Cumhuriyeti bosh ministerining bosh maslahatchisi bo'lib tayinlandi. Turkiya Cumhuriyeti bosh ministri Ahmet Davutoğlu yaqinda maslahatchilarini almashtirgan bo'lib, Ömer Faruk Qo'rqmas qatorliq 9 kishini bosh maslahatchi qilib yangidan tayinlab chiqdi. Bosh ministrning yangi bosh maslahatchilari Turkiya rasmiy gazetida bugun e'lon qilindi. Maslahatchilar orasida yozuvchi akademik Sulaymon Sayfi, til adabiyotchi Iskandar Pala, sobiq parlament a'zosi Muhsin Qizilqaya, Yilmaz Ansar o'g'li, akademik tadqiqotchi Mustafa Shan, diniy olim va tadqiqotchi Ömer Faruk Qo'rqmas, Najdot Subashi, parlament a'zosi Ahmet Doğan, saylamdan ilgari vaqtliq qatnash ministri bo'lgan Faridun Bilgin qatorliq 9 kishi bosh ministerning yangi bosh maslahatchilari bo'lib vazifaga tayinlandi. Bularning ichida Ömer Faruk Qo'rqmas apandi Uyg'urlarning ahvolini yaxshi bildigan, Sharq Turkiston masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan Uyg'urlarning samimiy do'sti bo'lib, uni tunuydigan ko'pincha Uyg'urlar uni nihoyat yaxshi ko'rdi va hurmat qildi. Uyg'urlarga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan yana bir bosh maslahatchi bo'lsa, tadqiqotchi Mustafa Shan apandi bo'lib, u kishimi Sharq Turkiston masalasiga yaqindan ko'ngil bo'ldigan va yig'in marosimlarda Uyg'urlar to'g'risida so'z qildigan muhim shaxsdir. Ömer Faruk Qo'rqmas apandi Pokiston Islomoboddagi Xalqaro Islom universitetining Islom dini fakultetida dinlar tarixi sohasida o'qigan va magistrlikni shu maktabda bitirgandan keyin Turkiyaga qaytib kelib, Anqarada dinlar tarixida bugungi zardoshlik degan tadqiqot maqolasi bilan doktorlik unvoniga erishgan.
Ömer Faruk Efendi bir mezgil Sivas Üniversitesi'de tədqiqat bilan shug'ullangan. Xalqarалық Müslüman O'quvchilar Federatsiyasining bosh kotib bo'lib vazifa o'tagan. T8 davlatlar birligining qurilishida muhim rol o'ynagan. Keyin ta'lim-tarbiya sohalarida xizmat bilan shug'ullangan. Chet ellarda va Turkiyada ko'plagan yig'in murosimlarga qatnashib nutq so'zlagan. U Turkiyada har yili bir qatim Sharq Turkistonga aloqador uyushtirilib kelayotgan Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'iniga aktivchanlik bilan qatnashib, Uyg'urlarning masalalarini hal qilishda muhim taklif va fikrlarni berib keldi. U bir tarafdan ta'lim-tarbiya bilan shug'ullansa, yana bir tarafdan yiziqchilik bilan shug'ullanib, ko'plagan gazet va jurnallarda maqolalari e'lon qilingan. Ömer Faruk Qo'rqmaz apandi İHA İnsan Haq va Hurriyatlari yordam vaqfining idora hay'at a'zosi. Shuningdek Turkiya radio televiziya idorasi TRT Arabcha kanalda Dunyo kun tartibiga aloqador programma riyosatchisi bo'lib vazifa o'tadi. Ömer Faruk Qo'rqmaz apandi Sadav hamkorlik jamiyatining qurg'uvchisi bo'lib, bu jamiyat tarmog'ida bir qizlar to'liq o'rta maktabi ochgan edi. Hozir bu maktabda bir qism Uyg'ur qizlarmi dars o'qimoqda. U yana qisqartmasi Küttab nomidagi bir jamiyatning qurg'uvchisi va raisi bo'lib, Ömer Faruk Qo'rqmaz apandining yangi xizmatiga muborak va xayrli bo'lsin. Xizmatida muvaffaqiyat qozonishini Allohdan tilaymiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, biz bu vaqtda Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandi bilan suhbat olib boramiz. O'zi telefonimizda. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Hurmatli Hidoyatullohim, oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Endi sizga ma'lum Hidoyatullohim, shu yaqinda Turkiya Cumhuriyati bosh ministri Ahmet Davutoğlu'ningki bosh maslahatchilari 9 kishilik bu bosh maslahatchilar almashib yangidan tayinlab chiqildi. Buning ichida Uyg'urlarga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan Uyg'ur davosiga yaqindan yillardan buyon yaqindan ko'ngil bo'lib Sharq Turkiston xalqining yanida bo'lib kelayotgan ikki kishi bor, Ömer Faruk Qo'rqmaz va Mustafa Shan. Mushu ikkisimi bosh maslahatchi bo'lib tayinlangan bo'ldi, hamda mushu Ahmet Davutoğlu'ningki. Siz buningki bo'libmi Ömer Faruk Qo'rqmaz apandi bilan uzun yillik do'stligingiz bor bir kishi. Mushu odam haqida biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz, qanday kishi va buningki Sharq Turkiston davosiga buningdan keyingi yo'nalishda qanday foydasi bor degandek masalalar. Ömer Faruk Uyg'urlar bilan bo'lgan munosabati pek chuqur, uzun tarixga ega. 25-30 yil jarayonida muhojiratdagi Uyg'ur faoliyatchilar bilan bo'lgan munosabatni qo'yib bo'lib kelgan kishi. Buning uchun Sharq Turkiston masalalarini nihoyat yaqindan taniydigan va Sharq Turkiston xalqining nimani xohlaydiganligi, nimani xohlamaydiganligi, xizmat xarakteri qatorliq bütün ishlarni bir Uyg'ur bir xizmat davo ustidagi bir kishi qanchalik bilgan bo'lsa, balki undan chuqurroq his qiladigan bir kishi. O nuqtadan elib aytganda bu kishiningki Uyg'urlarga bo'lgan foydasi intayin ko'p deb bilamiz. Yana bir muxbir Sharq Turkiston vaziyatini kun tartibga keltirdi. Fransiyalik muxbir Ursuladan keyin New York vaqt gazetining muxbiri Sharq Turkistonda vahima va g'azab qaynayotganligini tasvirlab, dunyo axborotining diqqatini Sharq Turkistonga tortdi. Fransiyalik muxbir Ursula Gautier Xitoyning Uyg'urlar ustida yurgizayotgan siyosatlarini tanqid qilganligi sababli Xitoydan ayrilishga majbur bo'lgandan keyin New York vaqt gazetining bir muxbiri Xitoy besimi ostidagi Sharq Turkiston vaziyatini yana bir qatim xalqaroga oshkorladi. New York vaqt gazetining 4 yanvardagi soniga Andrew Jacobs ismli muxbirning Sharq Turkistonga elib borgan 10 kunlik ziyoratidan keyin yozgan Xitoy besimi ostida vahima va g'azab urg'ayotgan Xinjiang nomli maqolasi besilgan. Abdurning 10 kunlik ziyoratidan keyin yozilgan bu xabarda Xitoyning texmo qattiq bexatarlik tadbirlari va islomga qarshi cheklamalarini kuchaytirish orqali o'tgan sentabr oyida bir ko'mir konda yuz bergan pichoqli hujum qilish voqeasiga o'xshash to'qinishlarning oldini ola olamiz deb qaraydiganligini o'tirg'a qo'ygan. Hamda Xitoyning siyosatlariga bu qarashining turtki bo'lganligini ta'kidlagan. Xitoyning 10 milliondan ortiq Uyg'urning harakati va aqidasini qayta shakllantirish uchun hech qachon ko'rilib boqmagan yangi siyosatlarni o'tirg'a qo'yayotganligini bayon qilgan. Abdur Qashqar, Xotan, G'ulji qatorliq joylarda elib borgan ziyorati jarayonida oilalarning turkumlab qo'lga elinish sababli parchalanib ketayotganligi, masjidlarda azonning kanay orqali tarqatilishiga yo'l qo'yilmaydiganligi, hamma yerga tarqalgan tekshirish nuqtalarida Uyg'ur shofir va yo'lovchilarning telefonlarining tekshirilganligi,
hatto Skype, WhatsApp qatorliq bir qism xabarlashish yumshoq detallarning tekshirish nishoni ekanligi, Uyg'urlarning musulmoncha puruqi kuchlik bo'lgan ismlarni qo'yishdan cheklanganligi, saqol, hijobning cheklanganligi qatorliq ahvollarni uchratganligini bayon qilgan va bu qattiq besimlar tufaylidan Sharq Turkistonda vahima va g'azab nafrat qaynayotidi deb tasvirlagan. Bu maqola e'lon qilinib, shu kunlar nurg'unlagan inglizcha, xitoycha va turkcha matbuotlar bu maqolani har xil shaklda ko'chirib tarqatdi. 23 yoshlik bir oliy maktab o'quvchisining Turkiyadagi bir do'sti bilan qisqa uchur yo'llashgandan keyin soqchilar tarafidan bir kecha tutib turilganligi hamda uning bu kunlarda chet eldan kelgan telefonni qabul qilgan hamon soqchilar eshik oldiga kelib bo'ldi degan so'zi matbuotlarning diqqatini tortdi. Turkiyada Xitoyning po'lat temir importiga tayanib qilishning oldini olish tadbirlari elindi. Türkiye Tömür ve Ranglik Metallar Sahasidagilar Majlisi Xitoy importini o'z ichiga olgan po'lat temir sanoatining masalalarini muhokama qildi va Xitoyning tahdidini ta'kidladi. Anatoliya agentligi muxbirining xabar qilishicha, majlis boshlig'i Vaysal Yayan dunyodagi nurg'un davlatlarning to'kmi qilib setishga qarshi turish va to'liqlama beji yo'lga qo'yish orqali Xitoydan po'lat temir import qilishga qarata jiddiy oldin olish tadbirlarini yo'lga qo'yganligini bildirib, qo'g'dash tadbirlari e'linmagan mahsulot turlarida Turkiyaning kundan kuniga Xitoyning tahdidi ostida qoldiganligini ta'kidlab o'tgan. U yana Xitoydagi po'lat temir ishlab chiqaruvchilarning yuqorqi boj e'linmaydigan davlatlarga yuzlanganligini tilga olgan. Yayan Xitoyning dunyodagi boshqa davlatlarga qilgan eksportining eshish sur'atining 10 hassidanmi yuqori bir sur'atda Turkiyaga eksport qilganligi haqida to'xtalgan. Vaysal Yayan asosan Xitoyga qartilgan rag'batlantirish shaklidagi po'lat importi sababli Turkiyaning po'lat ishlab chiqarishi va eksportining keyniga chekinganligini bildirgan. U yana Xitoyning po'lat ishlab chiqarish miqdorining oxirgi 10 yilda 172% oshganligini, lekin Turkiyaning dunyodagi asosli po'lat temir ishlab chiqaruvchi davlatlar tizimligida hozirgacha 9-o'rinda turib kelganligini, 2013-yildan boshlab chekinish ko'rilganligini o'ttirg'a qo'ygan. Janubiy Xitoy dengizida yana jiddiychilik. Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi egilik huquq talash tartishi bo'lgan rayonda yasagan aerodromida uchish siniqi elib borganligi atrofdagi davlatlarning noroziligini qo'zg'adi. Xitoy Janubiy Xitoy dengizidagi egilik huquq talash tartishi bo'lgan rayonda yasagan aerodromida uchish siniqi elib bordi. Vyetnam shu kunlar buningga norozilik bildirdi. Yaponiya bo'lsa bu ishga yo'l qo'yishga bo'lmaydiganligini bildirdi. Vyetnam Tashqi ishlar ministrligi 2 yanvar norozilik bayonoti e'lon qilib, Xitoyning Vyetnamga taba orolda qonunsiz qurilish elib borganligini, uchish siniqining Vyetnamning egilik huquqiga og'ir tajovuz qilganligini aybladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying shu kuni kech bayonot e'lon qilib, uchish siniqining elib berilganligini dalilladi hamda faoliyatlarning butunlay Xitoyning egilik huquqiy doirasida elib berilgan ish ekanligini bildirdi. Yaponiya Kyoto agentligining 4 yanvar xabar qilishicha, Yaponiya Tashqi ishlar ministri Fumio Kishida shu kuni Xitoyning Janubiy Xitoy dengizi elib borgan uchish siniqiga cho'nqur ko'ngil bildirganligini bildirgan. U yana buning yo'l qo'yishga bo'lmaydigan bir ish ekanligini aytgan. U Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi keng ko'lamli sun'iy orol yasash, aholi o'rinlashtirish qatorliq faoliyatlarining xalqaro jamiyatni o'rtaq andishiga soldigan ish ekanligini, Yaponiyaning dengiz okean erkinligini qo'g'dash uchun munosabatli davlatlar bilan davomli ittifoqlashishni xohlaydiganligini ta'kidlagan. Fumio Kishida yana Yaponiya va Angliyaning juma kuni Tokioda tashqi ishlar va mudofaa ministrlari darajalik suhbat o'tkazganligini e'lon qilgan hamda ikki tarafning Xitoyning faoliyatlari kengayayotgan Janubiy Xitoy dengizi masalasi ustida kengash elib borganligini, ikki tarafning bexatarlik va mudofaa jihatdagi hamkorlikni kuchaytirishni umid qilganligini bildirgan. Yaponiya va Angliya ikki davlatning tashqi ishlar va mudofaa ministrlari suhbati o'tgan yili tunji qatim Londonda elib berilgan. Bu ikkinchi qatimligi bo'lib hisoblandi. Hong Kongda yil beshida Xitoyga qarshi namoyish. Hong Kongdagi maxsus Xitoyda cheklangan kitoblarni nashr qilgan kitobxonaning orqa-orqadan 5 nafar xodimining yo'qolib ketishi Hong Kongliklarni ko'chaga to'kdi. Hong Kongdagi maxsus Xitoyda cheklangan kitoblarni nashr qilgan bir kitobxonaning orqa-orqadan 5 nafar xodimi yo'qolib ketgan. Hong Kongdagi demokratik tashkilot bo'lgan Qo'llash birlashmasi yakshanba kuni namoyish o'tkazib, qarshilik bildirib, Hong Kong hukumatiga besim tushirgan hamda Beijingning inkos qaytarishini talab qilgan. Namoyishchilar Hong Kong hukumatining bosh shtabidan Xitoyning Hong Kongda turishlik organi bo'lgan aloqa ishxonasining oldigacha borgan. Ular qo'llarida "Libo qayerda? Aloqa ishxonasi topshirib bersin" degan shiorlar yozilgan plakatlarni ko'tarib namoyish qilgan.
Qo'llash birlashmasining raisi va parlamentdagi demokratik iqimga tabi bo'lgan He Junrinning aytishicha, bu 5 kishining yo'qolib ketishi sababi texi rasmiy bekitilmagan bo'lsa-mu, lekin ularning yo'qolib ketishi nashr qilgan kitoblar bilan munosabatli ekan. Hong Kongdagi bu kitobxona Xitoy siyosatidagi safchiliklarni va boshqa sezgur temalardagi cheklangan kitoblarni nashr qilish bilan donq chiqargan. Bu xil kitoblar Hong Kongga sayohatga kelgan Xitoylarning qarshi elishiga erishgan. Namoyishchilar yana 2014-yili qo'lga olinib, 10 yillik qamoq jazosiga mahkum bo'lgan yana bir nashriyatchining qo'yib berilishini talab qilgan. Uning kitoblari mo Xitoyda cheklandi ekan. Yana bir tarafdan Hong Kong universitetining ishchi xizmatchilari va o'quvchilari yangi tayinlangan Xitoyparast maktab mudiriga qarshi namoyish qilgan. Hong Kongning sobiq ma'arif ministri bo'lgan Li Guozhangning maktab idora hay'atining beshiga kelishi ilm erkinligi va mustaqillikni bostirishga urinish deb qaralgan. Saudiya Arabiston Iran krizisi kuchaymoqda. Saudiya Arabistonning 47 kishiga o'lim jazosini ijro qilishi ikki davlat orasidagi jiddiychilikni kuchaytirdi. Saudiya Arabiston Iran bilan bo'lgan diplomatik munosabatini rasmiy uzdi. Saudiya Arabistonning Shia mazhabidan bo'lgan Al-Nimirni o'z ichiga olgan 47 kishiga o'lim jazosini ijro qilishi ikki davlat orasidagi jiddiychilikni kuchaytirdi. Iran hukumati va xalqi Al-Nimirning o'ltirilishiga kuchli norozilik bildirdi. Saudiya Arabistonning Tehrondagi elchixonasi hujumga uchragandan keyin Saudiya Arabiston Iran bilan bo'lgan diplomatik munosabatini uzganligini e'lon qildi. Iranning diniy dohisi Oyatulloh Xamani bo'lsa, ilohiy intiqom kalimasini tilga oldi. Shanba kuni Saudiya Arabiston 47 kishiga o'lim jazosini ijro qilgan. Ularning orasida Shia diniy olim Nimir al-Nimirning bo'lishi Shia rayonlarida norozilik paydo qildi. Iranning muomalasi eng qattiq bo'ldi. 3 yanvar yakshanba kuni Saudiya Arabistonning Tehrondagi elchixonasi hujumga uchradi. Garchi Iran hukumati bu hujumga qatnashuvchilardan 40 kishini qo'lga olganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin Saudiyaning harakatiga bo'lgan noroziligi o'zgarmadi. Shu kuni kech Saudiya Arabiston tashqi ishlar ministri Adil al-Jubayr axborot e'lon qilish yig'inida Tehrondagi elchixonaning hujumga uchrash mas'uliyatini Iran hukumatiga ortdi. U Iran bilan bo'lgan diplomatik munosabatini o'zgarligini e'lon qildi va Iran diplomatiya xodimlarining 48 soat ichida Saudiya Arabistondan ayrilishini talab qildi. Jubayr yana Iran Yamanda mag'lubiyatga uchradi va Suriyada Bashar Asadni yo'lashga kuchi yetmaydi deganlarni tilga oldi. Iran diniy doisi Xamani buningga qarata qattiq ifoda bildirdi. U ilohiy intiqom uning jinini olganlarning yoqisida degandek ifodalarda bo'ldi. Iran inqilob qo'g'dinish armiyasi mo tahdid xarakterlik bayonot e'lon qildi. Livandagi Shia qurolli tashkilot Hizbullahning rahbari Hasan Nasrullah Shia olim Shayx Nimirga o'lim jazosining ijro qilinishini osonlikcha bo'ldi qilmaydiganligini bildirib, bu ishning qon uchuri berganligini tilga oldi. Amerika o'lim jazosi e'lon qilingan kunida bu ishga inkos qaytirib, Nimirning o'limining bu rayondagi mazhab to'qinishini kuchaytirib etishidan andish qildiganligini bildirdi. Yevropa ittifoqi mo bu vaqtdagi andishisini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, biz bu haqda Anqara Hojattepa universiteti tarix fakulteti o'qituvchisi, shuningdek strategiya mutaxassisi doktor Arkin Akram bilan suhbat olib boramiz. O'zi hozir Anqarada telefonimizda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Doktor, oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Doktor, bugungi suhbatimizga bevosita shu O'rta Sharqdan kirsak, yana Saudiya Arabistonninki 47 kishini o'limga hukm qilishi, buning ichida ko'pinchisi Shia din odamlarimi bor, shunday kishilarni o'limga hukm qilish bilan Iran bilan bo'lgan o'rtasida jiddiy krizis asli bo'lib, Saudiyaninki Iran bilan bo'lgan diplomatik munosabatni uzilgan bo'ldi, Saudiya uzgan bo'ldi. Va shuning bilan birga Saudiyani qo'llab atrofdagi Paris qo'ltiqi davlatlar monarchisi aloqasini uzgan yoki munosabatini aytib tuvan darajaga tushgan bir ahvol yuz berdi. Hamda shu bugun hozir shu kunlarda eng jiddiy bir kun tartibdagi masala. Sizga ma'lum, O'rta Sharqda yillardan buyon zot qaynayotgan bir o't shaklida bo'layotgan bir ahvolda bu bir masala o'tirib kelib chiqdi. Bu masala qanday tushunsiz, qanday qaraysiz rayonning kelgusini? O'rta Sharq degan bu rayon, bundan keyingi yillarda xeyli bir qaylamqanchilik bo'lgandek turdi. Xo'sh. Suriya masalasi hal bo'lguncha bu Iran bilan Suudi Arabiston arasındaki jidal chiqdi hamda. Bu ikki davlatning arasındaki jidal xeyli uzungacha davom qilgan. Xo'sh.
nereden qarsak 1400 yıldek bir ahval vardı. İran bolsa şu yüzünki Şiye küçüğüne otur şartı tikilmekçi. Hoş. Hatta şu 79'da bu İslam inkılabını amelga aşırgandan keyin İslam inkılabının ki bu alayetliklerini ve mahiyetini bütün şu İslam dünyasına yayman deb tırışkan. Bu Otur Şark rayonlarına. Çünkü hazırki Suudi Arabistan olsun, Katar olsun, Bahreyn olsun, Kuveyt olsun, hatta şu Suriye ve Irak, hatta Lübnan degandek devletlerde mi Şiiler var. Hoş. Bu Şiilerin ki küçüğünden faydalanır. Bu rayonda üzününki bu politik yani coğrafiyalik alayetliği bolgan siyasini işlemek içindi. Hoş. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bu haftalik istiqlal xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.